tahajjudga turup, ayalın oygotup, çoğut nafile okuyup turgan bolsa 2 rekat zikir kıluvchilarning qatarına qo'shiladi. Abu Amr ibn Salah degan cho'ng olim shundan so'rashdi deydi. Qanday zikirlerdi qilsak biz ko'p zikir qilgan adamlarning qatarına qo'shilamiz biz. Degende javob berdi, eng sonuncu javob tuğandır, qarag'lar. Egerde deydi, payg'ambardan sabit bo'lgan, erta menenki jana kechki duolardi. Oşondoy ele ahvolga jarasha bo'la turgan duolardi. Uyga kirgendegi, uygan chiqqandagi duo, kiyim kiygendegi, ichgendegi duo, suv ichgendegi, qo'ygandagi duolar. Oşolla duolar to'liq atkara berse, oşol ko'p zikir qiluvchi erkeklerin jana ayollarning qatarına qo'shiladi deydi. So'zdi de ming tesbih sharak o'tirib, yo'q anday emas. Hem zikir tatkan yaxshi, biroq payg'ambar o'shani tatkan bil hurmat anday tatkan emas da. Janaga o'zingizning sunniy duolar degandile o'qiyib bersang, sen ko'p zikir qiluvchilarning qatarına qo'shilasindagi, Xudoy taoloning Qur'ondagi maqtagan insonlarning tayfasına giresin degan ma'ni. Men shuni o'qiganda abdan suyundim. Kechki o'tirib ol tartilbay qolamiz da, biroq har narsa o'z vaqtida aytilaversa, oshol zikir qiluvchilarning qatarına qo'shadi dedi.